Bilasizlar, yer sayyoramiz qanaqaligini ko'rgansizlar, ha? Shu yer sayyoramiz bo'ladi. Buni qiyish turishining sababi bor. Yer sayyoramiz 23,5 daraja egilgan holatda turadi, bolalar. Agar bu tikka bo'lib qolganda nima bo'lardi? Tikka bo'lib qolganda muzlab qolardi yer sayyorasi. Agar bunday bo'lganda Uran sayyorasi o'xshaydi, Imronbek. Yotib olib aylanadi Uran sayyorasi. Agar shu holatda bo'lganda issiqligi Venera kabi bo'ladi. Shu darajaga keltirilgan yer sayyorasi 23,5 daraja egrilik holatida. Naklongosi deydi. Keltirilgan, shuning uchun issiq ham emas, sovuq ham emas. Rotabil orbitada Quyosh sistemasida joylashgan yer sayyoramiz. Biz yer sayyoramizga suv ham berilgan, turpoq ham berilgan. Turpoq bilib olinglar, boshqa sayyoralarda yo'q. Faqat bizning sayyoramizda turpoq bor xolos. Tushunarlimi? Endi Venera sayyorasini bitta narsasini aytmoqman, oyi yo'q. Bilib olinglar, Venera sayyorasining ham oyi yo'q. Merkuriyniki ham yo'q ekan. Venera sayyorasining oyi yo'q. Endi bizning yerimizda oy bormi? Endi bizning sayyoramizda bittagina oyi bor. Bu bizning tabiiy yo'ldoshimiz bo'ladi, bolajonlar. Shundaylarmi sayyoramiz? Endi bu oy bo'lmasa nima bo'ladi degan savol berasizlar, ha? Oyimiz bo'lmasa nima bo'ladi? Suvlar. Oyimizning sababi nima? Yerga foydasi. Oyning yerga foydasi juda katta. Suvlarni, okeanlardagi, dengizlardagi suvlarni ko'tarilib tushishda oy o'ziga tortib turadi yerimizni. To'lqinlanib suvlar, okeandagi suvlar chayqalishiga oy sabab. Va eng katta kislorod biz nafas olayotgan havoda ajratib chiqarib beradigan joy bu okeanlar hisoblanadi. Okeanlar juda katta miqdorda o'rmonlarga o'xshab okeanlar ham kislorod ajratib chiqaradi. Shuning uchun kerak, agar oy bo'lmasa suv chayqalmaydi bo'ladi. Suv qatib turaveradi bir xil holatda. Suvimiz chayqalib turishi kerak. Keyin fasllarni bo'lishiga ham bog'liq. Oy. Agar oy bo'lmasa fasllar ham bo'lmaydi, bilib oling. Yo qish yoki yoz holatda turaveradi. U bilan yerda hayot bo'lmaydi. Oyimizning o'rni juda ham katta. Yer haqida bilasizlar, ha? Yerda to'rtta okean bor. Yer haqida gapirmasak ham bo'ladi. Yer juda ham bizga qulay sharoitda yaratilgan, hamma narsa bor. Mazza qilib o'ynab, u yerda yashab yurasizlar bolalar. Mazza joy. Ha, yer sayyorasi keyin issiq ham emas, sovuq ham emas joyga joylashtirilgan koinotda Quyosh sistemasi.